Bugun UBS Zakovat Olimpiadasining 3-kuni. Shu bugunga qadar 6 ta tumanda o'yinlarimiz yakunlandi. Bugun esa yana Uchqo'rg'on, Kosonsoy tumani va Mingbuloq tumanlarida navbatdagi o'yinlarimiz bo'lib o'tmoqda. Biz bugungi UBS Zakovat intellektual o'yinida men va jamoam bilan birgalikda qatnashmoqdamiz. To'g'risi yutish uchun shunaqa harakat qildik. Hattoki 15 ta savolda ham bunchalik harakat qilmagandik. UBS bilan Ilmga yo'l oching. Hamma jamoalar kuchli, haqiqatan ham tayyorgarliklar yaxshi o'tgan. Ha, albatta haqqoniylik darajasi yuqori. Avvalo shu musobaqani tashkillashtirgan UBS universitetiga kattakon rahmat tilab qolamiz va ushbu universitetim hamkorligida bo'lgan ushbu loyiha juda ham samarali va juda ham shaffof tarzda o'tkazilyapti, to'g'risi.